mavzumiz. Tovuqlarni qanday qilib kurk qilish yo'llarini aytib o'tamiz. Azizlar, mavzuni boshlashdan oldin iltimos qilib qolamiz. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, ushbu video ostidagi podpisatsiya tugmasini bosib obuna bo'ling. Va videolarimiz keng tarqalishi uchun shunchaki like tugmasini bosib qo'ying. Azizlar, barchangizga katta rahmat aytgan holda tayyor bo'lsangiz mavzuni boshladik. Oddiy tovuqni kurk qilish oson va oddiy, lekin bu har doim ham amalga oshavermaydi. Ya'ni natija 50 ga 50. Shuning uchun faqat talablarga binoan sizlarga kerakli tavsiyalarni berib o'tamiz. Lekin natijasiz kutgandek bo'lmasligi ham mumkinligini eslatib o'tmoqdamiz. Demak, birinchi tavsiya. Agar siz kurk orqali jo'ja ochtirmoqchi bo'lsangiz, bo'lajak kurk tovuq 1 yoshdan katta bo'lishi va albatta tuxumga kirgan bo'lishi kerak. Aynan 1 yoshdan oshgan tovuqlarga onalik instinkti rivojlanishi yuqori bo'ladi. Bu esa ularning kurk bo'lish ehtimolini oshiradi.